Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan randoshlar oilasi haqida gaplashamiz. Randoshlar oilasi magnoliyasimollar sinfi, ya'ni ikki urug' pallalilar sinfiga kiradi. Gul formulasi gul kosachasi va gul toji 5 tadan, changchi urug'si cheksiz yoki bitta bo'ladi. Asosan Shimoliy yarim sharning mutadil iqlimli mintaqalarida uchraydi. Yer yuzida 3000 ta tur uchraydi. Hayotiy shakllari daraxt, buta va ko'p yillik, ya'ni 1 yillik, 2 yillik va yarim buta kabi hayotiy shakllar uchramaydi. Barglari yonbarchali bo'ladi, oddiy va murakkab. Murakkab bargning tog'patsimon va uchbargchali turi uchraydi. Poyada asosan navbat bilan joylashgan bo'ladi barglari. O'simliklar barglari poyada ketma-ket, qarama-qarshi va halqa osi qilib joylashadi. Ya'ni ketma-ket bilan navbat bilan joylash bir xil narsa. To'pguli shingil, qalqon, soyabon to'pgul. Gullari ikki jinsli bo'ladi va to'g'ri gul bo'ladi. Ikki jinsli deyilishiga sabab bitta gulda ham changchi ham urug'chi joylashgan bo'lsa, bu ikki jinsli gul deyilar edi. Changlanishi asosan hasharotlar yordamida amalga oshadi. Hasharotlar yordamida changlanadigan o'simliklar o'zidan o'tkir hid ajratadi, gullari chiroyli bo'ladi. Bu oilada topilg'i, olcha, namatak, olma, olxo'ri, bodom, nok, shaftoli, kamxastak, gilos, qulupnay va maymunjon kabi turkum vakillari uchraydi. Namatak o'simligining ikkinchi nomi rano hisoblanadi. Ranoning uzunligi 2-3 metr bo'ladi. Hayotiy shakli buta, poyasi sershox bo'ladi, ya'ni ko'p tikanli bo'ladi. Barglari tog'patsimon 5-9 yaproqchali bo'ladi. Gullari yirik, eni 8-9 cm, rangi asosan och pushti bo'ladi. Changchi urug'si cheksiz, gulkosacha va gultoji 5 tadan joylashgan bo'ladi. Asosan iyun va iyul oylarida gullaydi. Mevasi soxta meva hisoblanadi. Soxta meva deyilishiga sabab meva asosan tugunchadan emas, boshqa qismlari ham ishtirok etganligi sababli soxta meva deyiladi. Agar meva tugunchani o'zidan hosil bo'lsa, chin meva deyiladi. Demak, namatakning mevasi soxta meva deyilar ekan. Tugunchadan tashqari boshqa gulning qismlari ham ishtirok etar ekan. Mevasining rangi to'q qizil bo'ladi, shakli uzunchoq tuxumsimon. Uzunligi 2-3 cm bo'ladi. Juda ko'p miqdorda urug'lari bor. Mevasining tarkibida asosan limon kislota, oshlovchi va boshqa moddalar bo'ladi. Tabobatda avitaminoz kasalligini oldini olish va davolash ishlatiladi. Avitaminoz kasalligi bu vitamin yetishmasligi hisoblanadi. O'zbekistonda bu turkumga mansub 13 ta tur o'sadi. Namatak madaniy aturgulning yovvoyi turi hisoblanadi. Yer yuzida aturgulning 10 mingga yaqin, O'zbekistonda esa 340 dan ortiq navi ekiladi. O'zbekistonda olma o'simligining 5 ta turi uchraydi. Olmani o'zi turkum, unga 5 ta tur kiradi. Nokniki esa 7 ta tur uchraydi. Nok bilan olma ba'zi belgilari bilan bir-biriga o'xshab ketsa ham, farqi nokda tosh hujayralar, ya'ni sklerat hujayralar borligi bilan olma o'simligidan farq qiladi. Randoshlar oilasida faqatgina 2 ta tur qizil topga kiritilgan. Ular O'rta Osiyo noki bilan Olga sorbariyasi.